Chirchiq shahridagi 3-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi ma'muriyati tomonidan taniqli ijodkorlar ishtirokida uchrashuvlar hamda mahorat darslarini tashkillashtirish an'anaga aylanib ulgurgan. Navbatdagi tadbir O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf xotirasiga bag'ishlandi. Ijodiy kechada shoirning rafiqasi Nazira Assalom ishtirok etdi. Men hayron qolamanki, Muhammad aka bu darajada xalqqa ko'ngliga nafaqat kirib she'rlari bilan, undan tashqari xotiralar, men kutmagan xotiralarni olaman. Mana shunaqa tadbirlarda har bir tadbirda kimnidir kashf etaman, kimnidir xotirasini eshitaman. Hayron qolamanki, bu inson qachon shuncha yaxshilik qilib qachon shunchalik xalq ichiga kirib ulgurdi ekan, qachon shunchalar yaxshilik qilib ulgurdi ekan. Albatta bir ko'rishganimizda, misol uchun o'shani tanigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, menga mana bunday yaxshilik qiluvdi deb ko'zda yosh bilan yig'lab eslashadi. Men juda ham bir xursand bo'ldimki, Muhammad Yusuf 70-yiliklari munosabati bilan tadbir qilsak kelasizmi deb shaxsan direktor bolamiz telefon qildilar. Men juda ham xursand bo'ldim. Shoir she'rlarda inson his-tuyg'ularini, mehr-muhabbat, tabiatning go'zalligi, o'zbek millati va urf-odatlarini jonlantirgan ijodkordir. O'tkazilgan ijodiy uchrashuvda musiqa maktabining iqtidorli o'quvchilari tomonidan shoir qalamiga mansub asarlar asosida sahna ko'rinishlar, kuy va qo'shiqlar ijro etildi. Men Muhammad Yusufning juda ham she'rlarini yaxshi ko'raman. Chunki she'rlarida bironta oldi qochdi nimalar misralar yo'q. Hammasi hayotdan olingan. Yana bitta tomoni she'rlar juda ham oddiy, juda ham samimiy yozilgan she'rlar. Mana o'qiganingizda qiynalmaysiz. Yodlaganingizda ham qiynalmaysiz. Yana bitta tomoni she'rlarda faqat vatan tuyg'usi. O'sha odamni yaxshilikka yetaklaydigan, odamlarni faqat vatanparvarlik tuyg'ularini uyg'otadigan, bir-biriga muhabbat tuyg'ularini uyg'otadigan misralari menga juda ham yoqadi. Men ko'proq bularni she'rlarini o'qiganimda nafaqat mana lavozim vakolat doiramdan, balki oilamda ham, farzandlarimning oilasida ham mana shularni she'rlaridan, shularni aytgan fikrlaridan ko'proq foydalanaman. O'zbek xalqining tanti shoiri Muhammad Yusuf yozib qoldirgan she'rlar va xonandalar tomonidan ijro etilgan qo'shiqlar qalblarda hamisha mangu va barhayot yashaydi.